Sahabeler Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam'dan men nece? Ey Resulullah, bu hayat imtihanının qandaq qutlumayız? Dozaq azabından qandaq qutlumayız degan savolni sordu. Hammamizning so'g'imiz bor bu savolni. Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dedi. Bir musulmon vafot tepib, to'dani qo'shnisi ma odam yaxshi odam deb guvohlik bersa, Alloh azza va jalla men sizlarning so'zinglarni, ya'ni guvohliginglarni qabul qildim, men bu odamlarni mag'firat qildim deb uni afv qiladi dedi. Ko'p gap qilganligimiz, munosabatsiz ishlarga aralashganligimiz, to'rlarni ko'p aralganligimiz, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lganligimiz mana bu bizning qalbimizning qitib qolishining sababi. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu kardeşler. Biz Allah'ın rahmeti ve fazlülen İmam Nevevi'ninki 40 hadis namlıq kitabıdan 15. hadisini okuyumuz. Bizim bugün okuyduğu hadisimiz imanımızın 3 alameti hakkında toxtuludu. Biz köp hallarda imanlı insanın kalbide buludu deyimiz. Yani bir adam kalbiden Allah'a işense, sözde la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dese iman boğan buludu dep qarayımız. Bu toğra lekin kem. İman kalbde işiniş ile buludu, söz ikrar qilish ile buludu ve amelde eks itiş bilan bo'ladi. Bir odam men Alloh ishondim deb qo'yib, bu odamning ish harakatida hech qanday bir o'zgarish bo'lmasa, axloqida o'zgarish bo'lmasa, u odamning iymoni haqiqiy iymon bo'lgan bo'lmaydi. Shunga bir odam qanchalik o'zida iymonni da'vo qilsin, axloqiga qarash kerak. Agar axloqi yaxshi bo'lmaydi ekan, u odamning iymoni yaxshi emas, iymoni mukammal emas. Bu sababdan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom akmalul mu'minina imanan ahsanuhum xulqan. Mu'minlar ichida iymoni eng mukammali, axloqi eng go'zal bo'lgani dedi. Va shundaqla Alloh taolo Qur'on Karimda iymonni tushuntirib, alam tara kayfa daraballohu masalan kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyibatin asluha thabitu va far'uha fis sama. İmanni Alloh taolo bu oyatda bir daraxtga o'xshatdi. Yani yıldızı var daraxt. O daraxt yıldızına ait mustahkam ama onunki şaxları osmonga taqashqan dedi. Yani misallar shundoq tushuntirdi. Yani iman uning yıldızı qalbimizda bo'ladi, amma güzel axloq bilan, güzel muomalarimiz bilan, rostchil so'zlarimiz bilan shoxlaydi va shundoqla meva beradi, uning mevasi osmonga taqishadi. Unda bo'lmaydi ekan, bizda imonning yıldızı bo'lgan bo'ladi, bu iman mevasiz daraxtga o'xshash manfaatsiz bir iman bo'ladi. Mana bugungi hadisimiz bizga ana shu imonning mevasini o'rgatadi. Unda bo'lsa bugungi hadisda o'rgatilgan imonning mevasi qaysi? Imonning qaysi? Onda biz hadisni o'qiylik, undan keyin biz sharhlab ma'ayli. Bismillahirrohmanirrohim. An Abi Hurayra radhiyallohu anhu anna Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qol. Abi Hurayra radhiyallohu anhu naql qilindi. Haqiqatan payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq dedi. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Qanday bir odam Allohga ishonsa va oxiratga ishonsa, yaxshi gap bo'lsa qilsin yoki jim tursin. Kimki Allohga va oxirat kuniga ishonsa, qo'shnisini hurmatlasin. Kimki Allohga va oxiratga ishonsa, mehminni hurmatlasin. Qarab qolgan bo'lsak, bu hadisda 3 xil ishni bizga buyuruydi. Birinchisi qaysi? Qanday bir odam Allohga ishongan bo'lsa, oxiratga ishongan bo'lsa, yaxshi gap bo'lsa qilsin, bo'lmasa jim tursin. Bu hadisninki bu qismida bizga nimani o'rgatmoqchi desanglar, bizga so'zning naqadar muhim ekanligini o'rgatmoqchi. Bu so'z qarmoqqa tilimizden çıkıyordu deymiz, lekin onun tesiri intayin güçlük. Çünkü muş sözümüz bilen bir adam cennet ehli buludu, dozaq ehli buludu. Muş sözümüz bilen namahrem bo'lgan bir ayol bizga halal buludu, halal cüptümüz buludu. Va shundaqla bir halal cüptümüz muş sözümüz bilen namahrem bir ayolga özgüreydi. Va shundaqla tariximizdagi nurg'ulgan urushlarning sababi sözü sebeplik bo'lgan. Söz o'zi oddiy bo'lgan bilan uning ta'siri intayin kuchli. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom so'zning bevosita imonga ta'sir ko'rsatadiganligi uchun yana bir hadisda la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima lisanu deydi. Bir odamning iymoni, u odamning tili, ya'ni so'zi durust bo'lmaguncha iymoni durust bo'lmaydi deydi. Nimishqa so'zning iymonga ta'siri bo'lganligi uchun. Va shundaqla yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq deydi. Fa innal a'da'a kullaha tukaffiru lisan fataqul bütün a'zolar mushu tilga, ya'ni so'zimizga yolurib turib, boshi kelib turib deydi-ki, ittaqillaha fina. Ey til, ey ig'iz, biz haqqimizda Allohdan qo'rqin. Fa innama nahnu bik. Biz sana münasebetlik. Fa in istaqamta, istaqamna. Sen durust bo'lsang, sen rus bo'lsang, biz rus bo'lamiz. Yani ig'zimizga bütün a'zolarimiz shundoq deydi. Sen maymoq kessang, sen xato kessang, sen ezib kessang, biz ezib ketamiz deydi. Demak, mana shundoq tilga bütün a'zolar yolurgan bo'lg'achqa va shundaqla ilgirki o'qigan hadisimizdagidek so'zning iymonimizga ta'sir ko'rsatadigan shundoq kuchi bo'lg'achqa payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Qanday bir odam Allohga va oxiratga ishonsa, yaxshi gap bo'lsa qilsin, bo'lmasa jim tursin deydi.
Chunki yaxshi gap bo'lmagan behuda gaplarda yo g'ayvat bo'ladi, yo boshqalarga aziyat bo'ladi, yo boshqalarning ko'nglini og'ritadigan bir gunohga sabab bo'ladigan bir ish bo'ladi. Shuning uchun bu so'zimizga nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Sahobalar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan "Man naja, ey Rasululloh, bu hayot imtihonidan qanday qutulamiz? Dozoq azobidan qanday qutulamiz?" degan savolni so'radi. Hammamizning so'g'imiz bor bu savolni. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom dedi: "Kaffil lisanik." Ig'zingni yig' dedi. Tilingni yig' dedi. Qutulish yo'li tilimizni yig'ish. Bu tilimizni yig'ish, so'zimizni yig'ish faqat ig'zimizda degan gaplarni ko'rsatmaydi. Bugun kunimizda to'g'ri yozgan xatlarimiz, kishilarga bergan inkoslarimiz hammasi mushuning ichiga kirib ketadi. Shunga amma hayot imtihoni o'taylik deydi ekanmiz, ig'zimizdan chiqqan so'zlarga diqqat qilishimiz kerak. To'g'rilarga yozgan xatlarimizga diqqat qilishimiz kerak. Mana mush orqali biz jannatga kira olamiz, iymonimizni mukammal qila olamiz. Bir kuni Muaz ibn Jabal degan sahoba Rasulullohdan so'radi: "Ey Rasululloh, meni jannatga kirgizadigan bir amalga boshlab qo'ysalar" dedi. Hammamiz qiziqadigan bir savol. Jannatga kirgizadigan amalga boshlab qo'yishlar dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom nima bilamsizlar? Shirkdan saqlan, namoz o'qi, roza tut, zakat ber, haj qil deb islomning 5 asoslarini hammani deb bo'lgandan keyin men senga yaxshilikning ishlarini ko'rsatib qo'yaymi deb roza va sadiqani so'zladi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom senga ishning 5ini, turkini va eng yuqori pallasini ko'rsatib qo'yaymi dedi. Muaz ibn Jabal ma'qul ey Rasululloh dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ishning 5i islom, ya'ni Allohga taslim bo'lish ishning 5i. Turki bo'lsa namoz, eng yuqori pallasi bo'lsa jihad dedi. Ondan keyin payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mana bu shunday islomning 5 asosini so'zlab bo'lgandan keyin, islomning eng yuqori pallasi bo'lgan jihadni so'zlab bo'lgandan keyin, ey Muaz, endi men sana yuqorqi ishlarning hammasini jug'lagan, eng ulug' bo'lgan bir ibodatni ko'rsatib qo'yaymi dedi. Nima degan muhim savol. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu "Bo's shunda qilsa ey Rasululloh" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom ig'izni ko'rsatib turib, mushuni yig' dedi. Mushuni yig'sang yuqorqi ishlarning hammasi jug'lagan yaxshilikni yiqqan bo'lsa dedi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu hayron qilib: "Ey Rasululloh, biz ig'zimizdan chiqqan gaplarimizda mu bir hisob bilandoq" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom koyib ketdi. "Ey Muaz, kishilarning mush ig'izdan chiqqan yomon so'zlari sababli dozoqqa tashlanganligini bilmamsa" dedi. Demak, so'zildiq, divaldiq, bildirib oldiq deymiz, ammo mush qilgan gapimiz bizning yo jannat ahli bo'lish va yoki dozoq ahli bo'lishimizga sabab bo'lishi mumkin. Shuning uchun har vaqt gapimizga nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Va shundaqla ko'p gap qilish insonni asonlik xatolashtiradi. Insonni g'ayvatga tashlaydi, yolg'onga tashlaydi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda ko'p gap qilish qalbni qotiradi deydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda la takthirul kalam bi g'ayri zikrillah. Allohning gapi bo'lmagan gapni ko'p qilmanglar. Qilgan gapinglarda Allohning gapi bo'lsa, zikri bo'lsa, qilinglar. Unda bo'lmaydi ekan ko'p gap qilmanglar. Fa inna kathratal kalam bi g'ayri zikrillah qaswatun lil qalb. Chunki Allohning zikri bo'lmagan ko'p gap insonning qalbini qotiradi. Va inna ab'adan nas minallohi al qalbul qas. Allohga eng yiroq kishilar bo'lsa, qalbi qattiq kishilar. Demak, ko'p gap qilganligimiz, munosibatsiz ishlarga aralashganligimiz, to'rlarni ko'p aralaganligimiz, behuda ishlar bilan mashg'ul bo'lganligimiz mana bu bizning qalbimizning qitib qolishining sababi. Shuning uchun payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut." Qanday bir odam Allohga va oxirat kuniga ishonsa, yaxshi gap bo'lsa qilsin, bo'lmasa jim tursin deydi. Va shundaqla ko'p gap qilish bizni qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan yiroqlashtiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Sizlardan menga eng suyimlik va qiyomat kuni menga eng yaqin o'ltiradiganinglar axloqinglar go'zal bo'lganinglar. Sizlardan menga eng yomon ko'rindiganinglar va shundaqla qiyomat kuni mendan eng yiroq bo'ldiganinglar as-sarfarun, ko'p gap qilguvchilar" deydi. Demak, ko'p gap qilish undaq bir oddiy masala emas. U bizning iymonimizni zidlaydi. U bizni jannatga kirishdan mahrum qo'yadi. U bizni do'zax kirishimizga sabab bo'ladi. U bizning qalbimizni qotiradi. U bizni qiyomat kuni payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan yiroqlashtiradi. Shuning uchun bizning bu hadisni olgan birinchi darsimiz bo'lsa, yaxshi gap bo'lsa qilish, ya'ni dunyoligimiz va oxiratimiz uchun foydali bo'lsa qilish, unda bo'lmaydi ekan jim turish. Mayli so'zlash bo'lsin, mayli to'g'ri yezish bo'lsin. Bugungi hadisni o'rgangan ikkinchi mazmunimiz bo'lsa, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah." Qanday bir odam Allohga va oxirat kuniga ishonsa, qo'shnisini hurmatlasin deydi. Bu qo'shni masalasi, qo'shni haqqi bugungi kunimizda zoya bo'layotgan, biz hal qilayotgan masalalarning birisi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Allohga va oxirat kuniga ishongan odam qo'shnisini hurmatlasin deydi. Ya'ni bir odamning qo'shnisini hurmatlaganligi, uning haqqini ado qilganligi iymonning alomati. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom boshqa hadislardami Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom deydi: "Jibril alayhisalom ma qo'shniga yaxshilik qilish haqida shundaq bir tavsiyalarni qildiki, men bu qo'shnim mendan miros olamdikin deb qoldim" deydi. Ya'ni menga mirosxo'r qilib qo'yamdikin deb mushundaq tuyg'uga kelib qoldim deydi. Va shundaqla payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning qashiga bir sahoba kelib: "Ey Rasululloh, men qo'shnim aziyat beradi" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Isbir, sabr qil" dedi. O odam yana kelib dedi: "Isbir, sabr qil" dedi. Uchinchi qatim o odam yana kelib: "Ey Rasululloh, men qo'shnim aziyat berdi" dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Sen narsa keraklarini elib yo'lga chiqib tashla. Kishilar so'z men qo'shnim aziyat berdi degan, shunda qilsang,
qo'shnilar kishilar la'nat o'qiydi deb nihoyat qattiq xafa bo'lgan. Ya'ni qo'shnilarga aziyat berish mana shunday payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom degandek kishilarning la'natiga qo'ydigan va shundaqli la'natga loyiq bo'lgan bir ahvolga tushirib qo'ydi. Shuning uchun qo'shnilar orasidagi munosabatga va shundaqli qo'shni haqqiga nihoyat diqqat qilishimiz kerak. Unda bo'lsa qo'shni haqqi qaysi? Birinchidan qo'shni haqqi imkoniyatimizda bo'lsa, qo'shnimiz qiyinchilikqa tushib qolgan bo'lsa, yordamga ehtiyojli bo'lsa, ularga yordam qilish. Ikkinchisi, ularga bir yaxshilik yetgan bo'lsa, xushal bo'lish, ularni tabriklash. Uchinchisi, qo'shnining mahremiyatini, sirni saqlash, boshqalarga ularning aybini ochmaslik, sirni yetkazmaslik. To'rtinchisi, biror xatolashib qolsa, yomonlikqa tushib qolsa, ularga nasihat qilish, ularni qutuldirib berish. Beshinchisi, tomoq yetgan vaqtimizda ularga tomoq sunish, hadiya berish, ya'ni qo'shnidochilik munosabatini ching'itishga ahamiyat berish. Bu eng muhim sunnat va eng muhim haqlarning qatoridir. Agar bu qo'shni musulmon bo'lib qolsa, yana bir haq qo'shiladi. Musulmonlik haqqi qo'shiladi. Agar urug' tuqqan bo'lib qolsa, yana bir haq qo'shiladi. Shuning uchun qo'shna musulmon urug' tuqqan bo'lib qolsa, uning 3 haqqi bo'ladi. Qo'shliq bir haqqi, musulmonlik bir haqqi, urug' tuqqanlik bir haqqi. Bu vaqtda Ali radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan bir hadis bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bunday deydi: qo'shnilar 3 xil bo'ladi. Birisi qo'shnilik haqqi. Ya'ni agar bir qo'shnimiz kofir bo'lib qolsa-mu, yahudi bo'lib qolsa-mu, xristian bo'lib qolsa-mu, uning qo'shnidochilik haqqi bor. Ularga yaxshilik qilish, ularga tomoq sunish, ularning sirrini saqlash bularning hammasiga o'rtaq. Ikkinchisi qo'shnilik haqqi va musulmonlik haqqi. Agar qo'shnimiz musulmon bo'lib qolsa, bizning ustimizda ularga qarata 2 haq bo'ladi. Qo'shnilik va musulmonlik haqqi. Uchinchisi bo'lsa, agar qo'shnimiz ham musulmon, ham tuqqan bo'lib qolsa, 3 haq bo'ladi: tuqqanlik, qo'shnilik va musulmonlik. Yana birisi qo'shni bizning guvohchilarimiz. Agar qo'shnimiz bizni yaxshi desa, biz yaxshi. Agar qo'shnimiz "Ma qo'shnim yaxshi emas" desa, biz yaxshi emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'ygan o'lchami bu. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu naql qilingan hadisda: "Ey Rasululloh, men yaxshi yoki yomonligimni qanday bilaman?" deb so'radi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Idza sami'ta jiranika yaqulun qad ahsanta faqat ahsanta." Agar qo'shning seni yaxshi desa, yaxshi qilding desa, sen yaxshi bir odam, yaxshi qilgan bir odam. Va idza sami'tahum yaqulun qad asa'ta faqad asa'ta. Agar qo'shning seni yomon ish qiladi yoki yomon odam, yaxshi odam emas desa, sen yomon odam, yaxshi odam emas deydi. Demak, qo'shnimizning guvohligi bizning haqiqiy qanday odam ekanligimizni bildiradi. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom yuqorida hadisda deyilgandek, bundan xabar bergan. Imom Ahmad naql qilgan yana bir hadisda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom bir musulmon vafot tepib, 4 dona qo'shnisi "Ma odam, yaxshi odam" deb guvohlik bersa, Alloh azza va jalla "Men sizlarning so'zinglarni, ya'ni guvohliginglarni qabul qildim. Men bu odamlarni mag'firat qildim" deb uni afv qiladi deydi. Demak, Allohning afvusimi bizning qo'shnilarimizningki guvohligiga munosabatlik. Bundan biz qo'shni masalasini unda bir oddiy masala emas ekanligi, iymonimizning alomati ekanligi, iymonimizning mukammal bo'lganligining bir isbot ekanligi va shundaqla gunohimizning afv qilishiga sabab bo'lganligi va shundaqla ularning guvohligining haqiqiy e'tiborga ilinganligini ko'rib olamiz. Yana bir masala qo'shnining qilgan aziyatlarga sabr qilishmi qo'shniga yaxshilik qilganlikning bir alomati. Ya'ni qo'shnimiz bizga aziyat bergan bo'lsa, uni shikoyat qilmay, uni boshqalarga chaqmay, sabr qilishmi qo'shniga yaxshilik qilishning bir alomati. Chunki payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom qo'shnim menga aziyat berdi deb kelgan degan isbir, sabr qilgan degan. 3 qatam unga sabrni tavsiya qilgan. Bu haqda payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom munda bir hadis bor. Alloh taolo yaxshi ko'radigan 3 turlik bir odam bor. Shu 3 turlik odamdan birisi qanday odam desanglar, qo'shnisi uning aziyat bersimi, bu yerdan ko'chib ketgan qadar va yoki o'lib ketgan qadar uning bergan aziyatlarga sabr qilgan kishi. Ya'ni uni shikoyat qilmagan kishi, uni chaqmagan kishi deydi. Malik ibn Dinarniki mundaq bir voqelik bor. Uning bir yahudi qo'shnisi bor ekan. U yahudi qo'shnisi unga aziyat berib, uy ishlatgan suyini oqadiganni uning temiga chiqarib qo'ydi ekanda. Temidan Malik ibn Dinarning hovlisiga suv kiradi ekan. Malik ibn Dinar qo'shnisining aziyatiga sabr qilib, meni verdi ekan, o'taverdi ekan, oylar o'tadi ekan, kunlar o'tadi ekan. Oxiri bu yahudi qo'shnisi, "Ajab, sen mening aziyatimga sabr qilding. Nima uchun sabr qilasan?" deb so'raydi ekan. Malik ibn Dinar payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomning tuandagi hadisini unga o'qiydi ekan. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom mundaq degan: "Jibril menga qo'shnimga yaxshilik qilishga tavsiya qildi. Hattoki men qo'shnimni menga mirosxo'r qilib qo'yamdiki, ya'ni ana shundoq tuqqandek mirosxo'r qilib qo'yamdikan deb o'ylab qoldim" degan. Bu sababdan men senga sabr qildim dedi ekan. Buni anglagan yahudi qattiq pushaymon qiladi ekan. Keyin iymon aytib musulmon bo'ladi ekan. Bu voqelikni Imom G'azzali Ihya Ulumuddinda bayon qiladi. Demak, bizning qo'shnimizning aziyatiga sabr qilganligimizmi, ular qilgan bir yaxshiligimiz, balki ularning tavba qilishiga, hidoyat tepishiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Shuning uchun bular bugungi biz yashayotgan jamiyatda qo'shni masalasini og'ir bir masala. Qo'shnimiz dinsiz, ateist har xil bo'lishi mumkin. Dinsiz, ateist bo'lgan taqdirda ularga aziyat berish haqqimiz yo'q. Aziyat berish nima bilan bo'ldi desanglar, har xil ovozlar bilan, hatto bizning bolalarimiz yuguraydi-ku masalan. Imkon qadar ularni tutish kerak. Ovozni qancha pasaytirsak, shuncha pasaytirishimiz kerak. Hattoki biz Qur'on o'qigan bo'lsak, ülük ovozda qo'shnimiz bundan aziyat olgan bo'lsa, dinsiz bo'lib qolsa, bu aziyat hisoblanadi. Voy, men savoblik ish qildim, men Qur'on o'qidim, men namoz o'qidim, bu degan kofir bo'lgandan keyin bu ishini qilsin degan olmaydi. Qur'on bilan mu aziyat berishga bo'lmaydi. Bu vaqtda payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamningki bundaq bir hadisi bor. Masjidda itkabda o'tiryotdi. Bir qism sahobalar Qur'onni nihoyat ülük o'qishga boshladi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam ularning qashiga chiqib, "Sizlar Allohga munojat qilyapsizlar. Ya'ni Alloh anglaydi o'qigan Qur'oninglarni. Sizlar ma Qur'onni ülük o'qish orqali boshqalarga aziyat bermanglar, ovozinglarni ustun qilmanglar" deb Qur'onni
kunlik o'qishni to'sgan. Nemishqa? Aziyat bo'lganligi uchun. Shuning uchun men Qur'on o'qidim-ku deb bilan qo'shanlarimizga aziyat berishga, ularning uyqusini qochirishga bo'lmaydi. Bu xo'shni masalasi esimizda olsun. Hargiz sal qaraydigan masala emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamning qishig'a mundaq bir sahoba keldi. Ey Rasululloh, faloniyada mundaq bir ayol bor. Bu ayol kishi kechida qiyomda turadi, ya'ni tahajjud namozi o'qiydi, kunduzi ro'za tutadi, nihoyat ko'p sadiq qiladi. Lekin u ayol mush ig'zi orqali qo'shnisiga aziyat yetkazadi. Gip orqali aziyat yetkazadi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam nima dedi? La khayra fiha. Uningda yaxshilik yo'q. Hiya finnar. O dozoqda bo'ladi dedi. Ondan keyin yana bir ayolning gapi qilindi. Ey Rasululloh, faloniyada bir ayol bor. O ayol 5 vaqt namozini o'qiydi. Unda tahajjud namozi qiyomda turmaydi. Ortiq nafl ibodatlarni qilmaydi, lekin qo'shnisiga aziyat bermaydi dedi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam dedi. O ayol jannat ahli dedi. Demak, bizning nafl ibodatlarni ko'p qilib qo'shniga aziyat bersak, bizda yaxshilik yo'q. Bizning o'rnimiz Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam degandek dozoq ahlidan bo'lib qoladi. Shu an qo'shni masalasi asla va asla sal qaydigan masala emas. Hadisning oxirgi mazmuni bo'lsa, kim Allohga va oxirat kuniga iymon etgan bo'lsa, mehminni hurmatlasin. Mehmonni hurmatlash iymonning qatoridan. Qanday bir odam mehmonni hurmatlamaydi ekan, mehmonga sal qaraydi ekan, bu iymondagi nuqsonlikning bir alomati. Mehmonning bizning ustimizda haqqi bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom va inna li zawrika alayka haqqan. Sening mehmoningning sening ustingda haqqi bor deydi. Unda o'z mehmonning haqqi nima? Mehmonning haqqi uyimizga mehmon kelsa, bir kecha kunduz ularni yaxshi kutish, qo'ndirish bizning ustimizga haqqi bor. Buni ko'pincha olimlar vojib deb qaraydi. Bir kecha kunduzning oshqini mustahab, uningning oshqini sadiqa. Ammo bir kecha kunduz qondirash, ularni yaxshi kutish bizning ustimizda haq. Bu vaqtda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolamningki nihoyat ochiq bir hadis bor. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam mehmon darachilik 3 kundir. Ya'ni kelgan mehmonni kutish 3 kun bo'ladi. Birinchi kunisi joiza kuni, ya'ni alohida kutish kuni. Hamma narsalarni akirib mehmon qilamiz. Qolgan 2 kunda normal. O'zimiz qanday yegan bo'lsak, shu bo'yicha mehmon qilamiz. 3 kundan oshqina bo'lsa, o sadiqa. Ammo mehmon bo'lg'uchininki 3 kundan ortiq turib, sohibxonni gunohkor qilib qo'yishi to'g'ri emas. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam hadisda sohibxonninki musulmon qarindishini gunohkor qilib qo'ygudek darajada turish to'g'ri emas dedi. Sahabalar, "Ey Rasululloh, bu mehmon sohibxonni qanday gunohkor qilib qo'ydi?" deb so'radi Payg'ambarimiz Muhammad alayhisolam. Uning yanida turaverdi. Holbuki u sohibxonni uni kutadigan narsa yo'q. Mana shunda uni qiyin ahvolga tushirib qo'ydi. Bu to'g'ri emas degan. Xo'sh, endi uyimizga bir mehmon kelsa, bir kecha kunduz qondirash ustimizga tushgan haq ekan. 2 kun qondirash mustahab, yaxshi ish ekan. Uning ortiqi sadiqa ekan. Endi uyimizga hozir hamma yerda mehmon kelsa shunda qilamdi. Bu yerdagi mehmondan bo'lgan maqsad kim? Musofir mehmon. Boshqa shahardan kelgan mehmon. Ammo qo'shnimiz va shu shaharda uyga kelgan mehmon, u ma hukmga tushmaydi. O mehmonni xolisa qabul qilamiz, xolisa qabul qilmaymiz. Bu bizning haqqimiz. Chunki Alloh taolo Qur'on Karimda va in qila lakum irji'u farji'u. Qaytib ketinglar desa, qaytib ketinglar dedi. Demak, bizga demay, uyimizga mush atrofimizda bir mehmon kelgan bo'lsa, uni qabul qilish va rad qilish haqqimiz bor. Ammo unda bo'lmaydi ekan. Ya'ni musofir mehmon ekan, yaqin kelgan bir mehmon ekan, uni qaytirish haqqimiz yo'q. Mana ikkisining o'rtasida farq bor. Hadisda deyilgani, yaqin kelgan musofir mehmon. Mana hadisdagi yuqorqi 3 ish, ya'ni yaxshi gap qilish, yaxshi gap bo'lmasa jim turish, ikkinchisi qo'shnisini hurmatlash, uchinchisi mehmonni hurmatlash bizning iymonimizning bir alomati, iymonimizning mukammal bo'lganligining bir alomati. Bundan sonra bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh kelarki darsimizni ko'rishaylik. Va axiru da'vana alhamdulillahi robbil alamin. Muhammedur Rasulullah